Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zgidromet agentligi O'zbekiston fuqarolariga hafta davomida kutilayotgan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. O'zbekistonda ushbu haftadan boshlab harorat keskin pastlashi aytilmoqda. Fuqarolar tezda xabardor bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. So'nggi xabarlarni doimo kuzatib borish uchun kanalimizga obuna bo'ling va like tugmachasini ham bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonning qo'llari Ka'batullohning devorlarini ushlasin. Diqqat qiling. Avgust oyi boshi uchun juda issiq kelgan dam olish kunlaridan so'ng O'zbekiston hududlari bo'yicha harorat foni biroz pastlaydi. Bu haqida O'zgidromet agentligi ma'lum qildi. Prognozlarga ko'ra, ushbu ish haftasi davomida havo harorati 35-38 darajadan 32-35 darajagacha o'zgarib turadi. Faqatgina respublikaning eng chekka janubida bugun kunduzi havo harorati 40-43 daraja. 4-avgustdan 7-avgust kunlarigacha esa 38-40 daraja atrofida bo'ladi. Bu kunlarda havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'lib, yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Faqatgina respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida 4-avgust kuni esa Farg'ona vodiysining ba'zi joylarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Poytaxtimiz Toshkentda hamda Farg'ona vodiysi viloyatlarining tog'oldi va tog'li hududlarida sel-suv toshqin hodisalari yuzaga kelish xavfi bor. 3-avgustdan 5-avgust kunigacha respublikaning ayrim joylarida shamol tezligi 13-18 metr sekundgacha kuchayishi, ba'zi joylarda esa chang to'zonlar kuzatilishi mumkin. Poytaxtimiz Toshkentda hafta davomida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat 3, 6 va 7-avgustda 35-38 daraja, 4 va 5-avgustda 33-35 daraja bo'ladi. Kechalari harorat 20-23 daraja atrofida bo'ladi. Shamol sharqdan 3-8 metr sekund tezlikda esadi, vaqti bilan 10-12 metr sekundgacha. 4-avgustda kelib 12-15 metr sekundgacha kuchayishi, shaharning ayrim joylarida chang to'zonlar kuzatilishi e'lon qilindi. Aziz do'stlar, ushbu xabar ostiga like bosing, izohlaringizni qoldiring va xabarni yaqinlaringizga ham yuborib qo'ying.